Bir odam farzandini bilan ovqatlanishga kirgan restoranga. Farzandi u yerdagi idishni bexosdan tushirib yuborgan. Singan. Ofitsiant kelib, "Ye, bu qimmat narsa. Nimaga sindirding? Otang to'laydi" deb bolaga gapirib ketganda, ota to'xtatgan. "To'xtang. Men qancha bo'lsa to'layman. Bu idishni o'rnini yangilashimiz mumkin, lekin farzandimni ko'nglini yangila olmaymiz. U ertaga bunaqa joyga kirishga, o'zini erkin tutishga qiynaladigan bo'lib qoladi." Farzandini ana shu nuqtada olib chiqib ketgan. Shunda bu so'kmaslik kerakmi, farzandni koymaslik kerakmi degan savol. Albatta tushuntirish kerak, lekin kamsitmaslik. To'g'ri, u idish sindi, endi u ortga qaytmaydi, lekin bolani ko'nglini ham sindirish shart emas. Endi bu sindi, bu nasibda, bu bo'ldi endi. Qaytmaydi ortga. Tushuntirish keyingi safar bunaqa qilish kerak, ehtiyot bo'lish kerak degan chiroyli tushuncha berilsa, odatda bola o'ziga nisbatan ishonchi ortib ketadi.